Bu hozir bizda oddiy UZI. Screening bo'satib, podrobiyani ko'rsatiladi. Atak yaxshi o'sibsiz. Normalniy rivojlanibdi. Ana joylashishi anaqasi normalmi? Matfingiz ichida joylashgan. Yo'q, pastroqda. Yo'q. Yo'ldoshingiz yaxshi. Bolani qarang, pastda, tepada bo'pti deb aytishadi-yu xalq tilida. Bu narsa aynan bolaga nisbatan aytilmagan. Bu ko'proq platsentaga nisbatan aytilgan. Platsenta past bo'lib qolsa, bola pastdan ko'taribdi deyishadi. Platsenta joyida bo'lsa, u normalniy holat. Hozir sizniki qo'rqmang, bolangizni pastdan ko'tarmagansiz. Yo'ldoshingiz ancha tepada, o'zingiz tug'ishingiz mumkin bo'lgan razmerda. Xavfli joylari yo'q, qon ketib qolish belgilari yo'q, sheykangizni sakrasheniyasi yo'q. Umuman olganda erta tug'ruq belgilari yo'q sizda. Bolajoningiz stabilniy, yaxshi o'sadi.